Qachon to'y? Qanaqa to'y? To'y bo'lyapti dedi-ku. Kim aytdi? Hammasi aytyapti. Kim aytdi? Rahmat. Bilmadim, bir Dubaydan qiz topdi dedi. To'yga tayyorgarlik ko'ryapti dedi. Dubaydan qiz topibdi. Gaplashtirmayapti, suv ichib oling. Bir minut. Suv ichib. Urushib ketmanglar, meni efirimda bilan urush yurmanglar, muftiy. Dubaydan qiz topibdi dedi. Unday dedi emasda. Videolaringizni ko'rdim deb aytmaysan. Videolaringizni ko'rdim, fotolaringizni ko'rdim. To'y qachon? O qizni tanimayman. Video oldik xolos. Tanimasangiz ham beldan ushlab tushaverasizmi? Hech kimga aytmay to'y qilyapsizlarmi? Aytib qo'yibman-ku. Rashkis ketdi. Yo'q, men xursand bo'ldim lekin. Qanday xursand bo'ldingiz? Xursand bo'ldim. Siz nahotki siz yangi qiz topdingiz. Dubayda shu qishda rasmlar. Xursand bo'lib ketdim. O'zim baxtli bo'lib yurgan shekilli. Bir kun efirga chiqmoqchimi? Ha, bir kun chiqmadimi efirga? Qayerdan bildingiz? Bir kun o'sha kuni bir sutka yig'lading. Hammasini qayerdan bilib qo'yaverasiz? Yuragim sezdi. Sen Qiz bilan tanishib, soqolingizdan ham ayrildingizmi? soqolimni qara, qiz yeb ketdi ya. Soqolimni qiz. Soqol yo'q. Yomon qiz ekan. Qiz yo'q. Mo'tib. Seni xarakteringni men bilaman-da. O'zing yemaysan, birovga ham yedirmaysan, ha? Nimaga yedirmayman? Aytyapman-ku, sizga xursand bo'ldim deb. Xursand bo'lgan odam kechasi bilan yig'lamaydi. Nega yig'ladi? O'sha kuni Xursand bo'lib yig'ladim bu safar. O'sha kuni efiringga kirgan paytim yig'lab, siqilib, vobshe yig'lab o'tirgan ekansan, ikkita komment yozdim, kulib oldim bilasan. Naqami? Ikkita komment. Nima dedim bilasan? Nima dedingiz? Meridian bobom keldi meni. Bobom, assalomu alaykum bobom. Bobojonim meni. Meridian akam. Tig' bobom menim, Meridian bobom ko'rmaganim ancha bo'ldi. Bobojonim rahmat. Ko'rasan. Jon bobom rahmat.